Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz obunachilari va bizni hozirda kuzatib turgan muxlislar. Hozir biz qanday qilib shortslarga rasm qo'yishni o'rganamiz. Ya'ni shorts videolarga preview qo'yishni o'rganamiz. To'g'ri, bu ko'proq videolarga preview qo'yish mumkin, lekin shortslarga ham preview qo'yish mumkin. Xo'sh, preview qo'yishimiz uchun bittagina YouTube ilovasi kerak bo'ladi. Bitta videoni tanlaymiz va tepasidagi uchta nuqtani bosamiz. Va bosganimizdan keyin tahrirlash nomli tugmacha keladi. O'shani ham bosamiz. Va bu yerda mana emoji qo'yilishi shart. Va endi biz tepadagi videoning ustidagi qalamchani bosamiz. 2 marta. Boya ham bosgandik, endi hozir ham bosamiz. Endi bu yerdagilardan bittasini qo'yamiz. Mana masalan mana bu rasmni qo'yaman. Mana endi hozir mana xuddi shu ismni qo'ydim. Shu nomni. Endi biz bu yerga yozuv ham yozishimiz mumkin. Bu albatta ko'rinib qolmaydi. Hozir men bu videoni ancha oldin tashlaganman va katta xato qilganman. Hozir mana yozishimiz mumkin. Masalan, Real Madrid deb yozamiz. Va tayyor. Endi Real Madridni pastroqqa joylashtirdim. Mana buni xohlagancha joylashtirishimiz mumkin, xohlagan ranglarda qo'yishimiz mumkin. Endi tepadagi ptichkani bosamiz. Endi esa yuqoridagi saqlash tugmachasini bosamiz. Mana endi bu videoga kirib ko'rishimiz mumkin. Mana bu yerda Real Madrid deb yozilgan, lekin bu shunchaki preview ko'rinmaydi mana. Ko'rib turganingizdek tag qismida ko'rinmaydi, lekin tepasida o'zi videoni yozayotganda, ya'ni boshida qo'yib qo'ygan. Shuning uchun ham ko'rinib turibdi. Hammaga rahmat, salomat bo'ling. Video yoqqan bo'lsa obuna